Mirzo Ulug'bek territoriyasidan polnotseniy 3 xonali kvartiramizni qisqa video obzorini ko'rsatib beraman. Ajoyib mana shunaqangi televizor o'rnatilgan balkon qismiga ega bu kvartiramiz. Mehmonxonada ajoyib mehki mebellar qo'yilgan, chiroyli pardalar, ajoyib lustra, konditsionerlari bor. Keyingi xonalarni ko'rsatib beraman. Mehmonxonadan chiqishimiz bilan chap tomonda chiroyli oshxona, stalovoy zona qilingan, dekorativ oyna, chiroyli kuxonная garnitura, barcha kerakli bitovoy texnikalari bor. Mana bu tomonda prixojniy mebel qilingan. Mana bu yerda esa umumiy sanuzel barcha kerakli jihozlari bor, stиральная mashina ham qo'yilgan. Hurmatli xaridorlarimiz, mana bu yerda детская spalnya, bu yerda ham barcha kerakli shart-sharoitlari bor, bitta bolaga mo'ljallangan sharoit qilingan. Bu esa kattalar yotoqxonasi, bu yerda ham barcha kerakli jihozlari qo'yilgan, chiroyli yevro remont qilingan neoklassika uslubida. Mana bu tomonda asosiy eshigimiz, asosiy eshikdan kirib kelishda chiroyli atmosfera, dekorativniy oyna. Mirzo Ulug'bek ko'chasi, Zafar restorani orqasida 8 qavatli novostroykaning 3-qavatda liftli novostroyka. To'liq ma'lumotni afsanda yozib qoldiramiz. Aloqaga